Sabr avtobanni qurilishi bu yerda asfaltning ustiga beton qurilyapti. Bunaqasini hali men o'zim ham ko'rmagan edim. O'qiganmiz adabiyotlarda. Hozir bugun yomg'ir обещать qilgan, o'shanga nочная smena bugun bo'lmaydi. Men nочная smenadaman. Kuniga 500 metrdan yo'l yotqizamiz har kuni. Trafik juda ham katta Germaniyada. Trafik juda ham katta. O'shaning uchun yo'l juda ham mustahkam bo'lishi kerak. Mana asfalt qoplamasi. Daryoda уже bu vash beton bu. Ya'ni usti sipirib tozalanadi-da, sherehavatisi o'sha ustini sipirib tashlash yo'li bilan ochiladi. Bu yerda ikkita sloyli beton, unterbeton 32 mm gacha bo'lgan toshlardan iborat. Oberbeton deydi, ya'ni ustki beton 8 mm gacha bo'lgan toshlardan iborat. Germaniyada yo'lda shunaqa birorta mashina buzilib qolsa, sraz politsiya yetib keladi-da, o'sha joyni mana shunaqa belgilab qo'yadi. Xavfsizlikka juda ham jiddiy. Bir xillarda sal oshirib olishadi ham. Lekin rostdan ham avariya bo'lishgan. Xullas mana beton ustini mana bu yerda sipirib chiqadi. Sipirib mana hozir sipiryapti. Sherehavatini chiqarish uchun. Bu juda ham yaxshi usul. Ana sipirgidan ko'ra,